Dunyoda ikki narsani yoqtirmayman. Biri senzura, ikkinchisi anonim mualliflarning g'arazli maqolalarini chop etish. Jurnalist bu ikki holatga rozi bo'lishi uchun boshi bilan javob berishi kerak yoki yig'ishtirishi kerak bu kasbni. Hayotimda kasbim taqozosi bilan o'zim yozmagan maqolalarga imzo chekkan vaqtlarim ko'p bo'lgan va jabrini o'zim tortganman. Chunki sizga falon maqolani olib tashla deya buyruq beruvchi senzor ham, mana bu maqolani chiqargin deydigan anonim muallif ham sizning qo'lingiz bilan o't kovlaydi. O'zini hurmat qiladigan jurnalist maqolasiga qurtdek qilib imzo chekadi. Kimningdir ko'p hollarda biror nashr muharrirning orqasiga yashirinmaydi. Kasb kodeksiga ko'ra muharrir yoki jurnalist anonim shaxslarni hech qachon sotmaslik uchun bu og'riqni bir umr yuragida saqlashi kerak bo'ladi. Va bu oson ish emas. 90-yillarning boshida Erk gazetasi rasman ro'yxatga olingani bois ma'lum muddat mas'ul muharrir vazifasida ishladim. Vazifam texnik jihatdan maqolalar terilgan gazeta grankasini Sharq konsernidagi bosmaxonada chop etish uchun bosmaga tayyorlash va kechqurun soat 6larda davlat senzurasidan o'tkazib kelish edi. U paytda O'zbekistonning bosh senzori Toshkentning Paxtakor metrosidan chiqishda joylashgan matbuot uyi deb atalgan binoda o'tiradigan Erkin Komilov degan shaxs edi. Gazeta 100 ming tirajda bosilishi uchun biz gazeta grankasini unga ko'rsatib olish shartiga rozi bo'lgan edik. U kishi bir qarashda nimalar olib tashlanishini aniqlardi. Men esa bu o'zgarishlarni tezgina kompyuterga kiritishim, bo'shliqni to'ldirishim va bu ishlarni avtomatik bir tarzda juda tez qilishim shart edi. Chunki soat 19:00 gacha ulgurmasam, bosmaxona darvozasi men uchun yopilardi. U yerda kechikmaslik uchun biznikilar navbat olib kutib turishardi. Senzura qilingan gaplarni o'sha paytda ikkiga bo'lish mumkin edi. Birinchisi anonim manbalarga oid, men ularni o'chirishga rozi bo'lar edim. Chunki ular ichida hamisha yashirilgan qandaydir g'arazli maqsad bor yoki ismini aytishga qo'rqadigan odam yozgan. U kimningdir tegirmoniga yoki tagiga suv quymoqchi. Bu ochiq oydin edi men uchun. Chunki o'sha paytlarda Erk gazetasiga yumaloq xat ko'targan bir xil odamlar har kuni kelardi va men ularni nomma-nom bilardim. Buni kim yozdi, qani isboti derdi davlat senzori va men qalam olib jumlani o'chirardim. Albatta qoidaga ko'ra men anonim muallifning kimligini aytmasdim. Garchi bunday maqolalar tagida yo mening ism familiyam yoki Egamkul Falonchiyev degan taxallusli muharririmiz imzosi turar va bu fikrlarni musorga otganimda vijdonim hech qiynalmasdi. Ikkinchi masala konkret muallifning haqli fikrlari aks etgan maqolalar senzurasi. Bu yerda men qattiq asabiylashib, maqolada keltirilgan argumentlarni himoya qilishga urinardim. Mualliflarga ertaga maqola taqdiri qanday hal bo'lgani haqida yorug' yuz bilan javob berishim kerakligini o'ylardim. Lekin Komilovning basharasi temir beton kabi o'zgarmas edi. Xullas bu asabiylik meni yemira boshladi. Adashmasam 1992-yilning yozi edi. Bir kuni men uning oldiga kirishdan oldin o'zim bilan diktafon oldim. Uni bir parcha qog'oz ostida stol ustiga qo'ydim. Soat 6da boshlangan senzura 1 soatda yakuniga yetishi kerak edi, lekin biz kechki soat 9 gacha bahslashdik. Niyatim gazetani chiqarishdan ham ko'ra Erkin Komilovni ko'proq fosh qilish edi. Tashqarida meni Erk gazetasi uchun ijaraga olingan Volga mashinasi oldida shofyorimiz kutib turardi. Vaqt cho'zilardi. Bu vaqtda 1 soatlik audio kaseta Erkin Komilov bilan qilingan janjal yozuviga to'ldi. Va so'ngida men narsalarimni yig'ishtirib, bugun bu ahvolda gazeta chiqmasligini aytdim va gazeta senzorining hamma gaplarini yozib olganimni bildirdim. Komilovning basharasi oqarib ketdi. Stoldagi hukumat telefoni orqali kimlargadir qo'ng'iroq qila boshladi. Men yashin tezligida binodan tashqariga chiqib mashinaga o'tirdim. Sharq konsernida meni hamkasblarim haliyam kutib turishardi. Gazeta chiqmaydigan bo'ldi, ketdik tezroq dedim. Audio kasetani gazeta muharririga topshirib.
Uyga ketib tinchgina uxladim. Qizig'i shundaki, ertasiga gazeta chop etildi. Olib tashlangan maqolalar o'rnida qolgan oppoq dog'lar bilan. Erkin Komilovning yangi shartiga ko'ra senzura ishlariga meni boshqa yaqinlashtirishmadi. Men esa bundan xursand edim.